Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlar bilan mana shunday sifatli avtomat kapsullar haqida gaplashamiz. Bu mana oddiy miyalari, reverslari bor, stabilizatorlari. Komplekt ko'rinish mana shunday bo'ladi. Oqtonlari mana havo shlankalari, dimoxodlari. Hop. Benkerlari ham alligrupga bo'ladigandan shinaklari mana aylanishi baquvvat, xudo xolasa. Bu kapsulamiz delali bo'ladi mana ichlari. 1 2 3 4 5 6 ta delasi bo'ladi, aylanib chiqib ketadi. Buni domli tomoni delali tozalash, mana shunday tozalab pastga tushirib yuboriladi. Mana eshiklari ham, zoplishlari ham mana. Hop, karelkalari qalin bo'ladi mana. Kunxonasi yashiga zo'rniki. Buni garelkasini bu tomonga qo'ysa ham bo'ladi. Mana shu joyda ochib, bu tomon chap tomon qilsa ham bo'ladi. Obratkalari ham ikkala tomonda bor. Badashlari ham ikkala tomonda bor. Datchigi, stabilizatori. Motorlari original двойной редукторli motor bo'ladi. Bulutkalari 135 vatlik, motori 140 vatlik bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa ekran nomerlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Miyalari hamma yo'g'i bor. Keyingi videoda mana bu gibrid haqida gaplashamiz.